Bonjour. 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 They are not professional. Швейцария. We are in Switzerland. Okay. Okay, let's go. Hozir bu videoni Fransiyani tog'iga chiqib ketishdan olyapman. Lekin bu manzarani ko'rsatmaslikda iloji yo'q. Ko'rishlar mumkin. Bu tomon jarlik. Yo'llarga ko'rishlar mumkin. Bonjour. Et ça coûte tellement moins cher. Genre là, pour un trail, O'ylamadim sayohatga chiqib hiking qilaman deb. Bu sayohat umuman plan yo'q edi. Lekin hamma narsaga iloj bor. Qilsa bo'ladi. Mana shu odamni majburladim. Hikingga chiqishga. Mana Kelmanglar. Kelmanglar. Aslan katta bag'mana. Hali yarmiga kelganimiz yo'q. 1,5 soatlik yo'l bor. Chiqishda o'ziga. Qarag'asiga 1,5 soat maqsadda. Tushimizga hali yana bir 3 soat ketsa kerak. Suvimiz qolmagan. Yegan narsamiz yo'q. Tushgandan keyin narsa yeyish kerak. Lekin vibe qarang mana. Qiziq. Actually, guys don't come. Don't come. Your heart will beat, sir. Qarang, daraxtlar o'nib ketgan, eskirib ketgan, chirib nima ekan lekin. Mana xat solishdan tog'amiz, amakimiz. Cho'pon bo'lib qoldi. Yugurib tishitdi odamlar. Bonjour. Atak bunaqa manzara ko'rish. Ashyoqcha bo'lar ekan. Realniy o'rmon bu. Wow. Qaranglar. Qorong'i tushgan yo'q, lekin daraxt ko'pligidan ichkari juda qorong'i. Bitta savol bor, qarang. Bu yerda yo'nalish bu tomonni ko'rsatyapti, lekin odamlar bu tomondan kelyapti. Okay, yo'lda qaranglar, bunaqa narsalar ko'rasizlar. Xarita. Короче, biz bu yerdamiz. Endi mana shuncha yo'l bosib bordik. Lekin bu tomondan yo'l bor, lekin biz boqqa ketmaymiz. Biz yo'q, aqqa bormaymiz. Bir borsak 10 kilometr ketsa kerak tog' tepasidan. Qani panorama? Panorama. Mana aytdi ekan. Hozir biz yana shuncha yurishimiz kerak. Keyin tepadan o'ta go'zal manzara ko'rinadi. Mana view. Mana. Panorama 50 minut. Bu tomonda boshqa. Mon paronga borish kerak, qani 1,5 soat dedim. Baron qaytdi ekan. Ha, buni kelgan. 1299 metr ekan-da. Va biz yo'lda davom etamiz. Endi kishi ham o'tirib charchab qoldi. 299 metr yapti. It's fucking hard. Don't believe in him. He's a bitch. He's fucking bitch. Why I choose to go to hiking, I have no idea. I'm done. We're like, I think 800 meters high above the sea level, and it's fucking bad. Like really bad. Uzbek Chopman in France. He is burning calorie. He is getting fat. I'm gonna taste that soon, man. Qizlardan ham qolib ketyapti. Qarab turinglar. They are not professional. Yeah, professional. Come on. Ular ham bizga o'xshagan. Chiqayotgan. We are in Switzerland. Fuck off. We're not in Sweden. This is in France border. This is with France and the Switzerland border. It's like 35 kilometers away from Switzerland. Okay, I will speak in Uzbek.
Sorry guys. Короче, biz Shvetsariya bilan Fransiyani chekkaroq qismidamiz, lekin 20 kilometrcha uzoqda. Lekin bayroqdan ko'rdik Shvetsariyanikini. Guys, I found the spot. Let's go. Go fuck off, it's not the spot. This is the spot. This is the spot. Oh my god. Короче, hali yetganmadiku, no, вообще четкий manzara. Shaharda ko'rishlar mumkin. Skameyka bor ekan. Borani qaranglar, toqqa chiqib tosh o'ynagan. Tushirib qo'ying yana bitta. Yana bitta. Yana bitta. Oradan boshqa tushadimi? To'xtaydi bo'yladi. Qaranglar. Kelishini bu balani. Hech qachon oson bo'lmaydi. Sakrab chiqasiz-da. Sakrab chiqasiz. Mojo. Do you have any comment? Asshole. No. Come on. This is insanely crazy beautiful. Beauty. This is real beauty. Короче, qaranglar. Yo'lda ketayotganimizda bu yerda bunaqangi belgilar bor ko'p joyda. Shu to'g'ri ketayotganingizni bildiradi. Bu Polshani bayrog'i emas yoki Indoneziyani bayrog'i emas, lekin Belgiya bu. Mana odamlar tushyapti. Ketdik. Oh, mana yosh bolalar chiqyapti. Hattoki Bonjour. Fransiyada bitta odat yoqtirdim. Begona odam ko'chada ko'rib qolsangiz yo'lda bonjour deb o'tib ketasiz ekan. Bu xuddi o'zimizda assalomu alaykum deb o'tib ketish raqamga bir xil narsa. Gaplashing, просто bonjour. That's it. It's very incredible. Yo'llar qiyinlashyapti. Bonjour. Il est dans la. Shvetsariya, Switzerland. No. This is France. Whatever. But this is a mountain. Bonjour. How many kilometers left to the top? No mucho. ¿Habla español? No? I thought you speak Spanish because of it. No, not much. Much. Not many kilometers, only like 2, 1. Maybe minutes is easier. Maybe like what? Half an hour? 20 minutes. 20. Okay. Yeah, it's no way. See you. Thank you. Have a nice day. Ispancha gapirmayman, lekin Ispaniyada yashayman. Qiziq. Aytmoqchi edim, aytmadim. Mana yana Belgiya. Lekin yo'lni ko'rishlar mumkin. Daraxtlarning tomirlari. Mana shu yerga bilmayman. Pastga qolib ketdi. Biz manzilga yetib keldik. Hozir ko'rsataman. Tayyormisizlar? 1, 2, 3. Keldik, mana shu pastdan keldik aylanib. Va hali ham aytaman, hammaga kelishga tavsiya qilaman. Bu Fransiya, Anis shahri. Tog'da nomini bilmayman. Mana shu bratga kelsalar ko'rsatadi. Qaytib chiqmasa kerak va. Voy.